akamiz Xudo xolasa mana haqqoniy bo'ldi deb o'ylaymiz. Hamma guvoh, shu yerda 150 ta 200 ta odam bo'lsa, hamma guvoh. Achesini bo'ldi, qo'ldan kelgan ushlagan harakat o'zimiz ham qildik. ko'rdik. Ha, videolargacha Ushlaganlarning bor. videolari bor, zapislari bor. Haqqoniy bo'ldi, xudo xolasa. Endi mana Azamat hoji keyingi musobaqaga qachon tashkil qilasiz musobaqani? Xudo xolasa endi mana shu rekordimizni kim o'rnatsa, yangi yil soniga xudo xolasa Yaxshi. zo'r qilib o'tkazamiz. Nima qo'yasiz sovringa? Eng zo'r sovrin. Xudo xolasa endi niyat qilib qo'ydik, yosh 10 millionlik xudo xolasa baquvvat qo'ldan kelgancha Salkam $1000 bo'zak qo'yamiz. bo'zak qo'yasiz-da. Yangilaymiz. Kelasizmi, qatnashasiz? Xohlasa kelamiz, Orqaga kelib turamiz. qatnashib endi. Yo'q, aytish yo'q. Endi mana shu yerda qoladi endi. Yuradi. Bo'zakni ham egallashga harakat qilasiz. Ferma ishlayveradi. Dadangizdan tushgan baliq olaymi? Yo'q, dadam olmaydi. Dada nima ish qiladi dedingiz? Dadam hozir uyda Rossiyada yuradi. Rossiyada Ana, ishlardi. mana ketdi mana yana. Yaxshi. Onajon uy bekasi. Ha, Nechtasizlar oiladasizlar? men bitta o'g'lim. Bitta, ana bitta o'g'ilda omad kelibdi mana. Jahon. Mana bugungi g'olibimizning qo'chqari. Mana omadi keldi mana. Qo'chqaram tayyor bo'ldi. Dedi, hali ko'p ishlarda omad kelgan. Kelaverasizlar. Mana Asaka Marhamat ko'prikdan kirganda 3-ko'l. Azamatjonning yo'lida mana bugungi g'olibimiz Liran bo'ldi. Mana Xudo xolasa bugun musobaqamizni tugatdik mana. 6 soatda 6 million yutib olish osonmi? Kelaverasizlar akalar mana. Bugungi natijalar o'ta chiroyli, bir-biridan zo'r bo'ldi. Shu Asaka Marhamat ko'prigini oldida kirganda 3-ko'l. Asakadan kelganlar ko'prikdan o'tmaydi, chap tomonga kiriladi. Keyin sirazi o'ng tomonga 3-ko'l Azamatjon ko'li desa bilishadi hammasi. Marhamatdan kelganlar ko'ldan katta ko'prikdan o'tib, o'ng tomonga burilishib, soy bo'yiga tushishadi. 3-ko'l desa Azamatjon ko'li desa hamma biladi. Kelinaveradi. Ikki oyoqli baliqlar ham bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Hozir keyingi prizlarga ikki oyoqlidan qo'yib yuboramiz, yana bola qilib. Ular